Men buni hech kimga aytolmadim. Yillar davomida ko'nglimda muzlab qolgan haqiqatni hech kim eshitgani yo'q. Balki aytishga ham arzimagan bo'lgandir, balki bu faqat mening gunohimdir, balki kimdir meni ayblar, kimdir jirkanar, kimdir buni qanday qilib bo'ldi, der. Ammo men endi sukutga chidamayman. Bugun men bu hikoyani aytaman. Hech bo'lmaganda o'zim uchun. O'zimni eshitish uchun. Chunki bu jimlik meni ichimdan yeb asta-sekin oldirib boradi. Hamma narsa bir oy oldin boshlandi. O'sha qargishlangan, hayotimni ikki bo'lakka ajratib tashlagan kechada. Men erim Jamshid bilan 5 yil birga yashadim. 5 yil ko'p emas, lekin kam ham emas. Bu 5 yilda men nimalarni ko'rmadim. Avvaliga hammasi yaxshi edi. Sevgi, ishonch, rejalarga to'la kelajak, farzand haqida orzular. Biz ikkovimiz qanchalar umid qildik, qanchalar kutdik. Birinchi yil o'tdi, hech narsa yo'q. Ikkinchi yil yana natija yo'q. Uchinchi yilda esa men shifokorlardan shubha bilan qarashlarni ko'rdim. Tahlillar, tekshiruvlar, maslahatlar oxiri aytishdi. Muammo menda emas, Jamshidda ekan. U hech qachon ota bo'lolmasdi. Men o'sha kuni hamon eslayman. Jamshid klinikadan qaytib kelganida u avvalgidek erkak emasdi, maglub odam edi. Ko'zlarida bir sovuqlik, bir galati begonalik paydo bo'lgandi. Men uni quchoqlamoqchi bo'ldim, uni yupatmoqchi bo'ldim, hammasi yaxshi bo'ladi, demoqchi bo'ldim, lekin u meni qo'l siltab chetga surdi. Gapirma, dedi u xo'rsinib. Hech narsa dema. O'sha kundan boshlab bizning oramizda ko'rinmas jarlik ochildi. Jamshid menga qaramay qo'ydi. Suhbatlarimiz qisqardi. U kech kelardi, ba'zan umuman kelmasdi. Uyda uning sharpasidek yuragi qotgan sukunat paydo bo'ldi. Yotoqxonamiz muzlab qolgandek edi. U menga yaqinlashmasdi. Men esa uni bezovta qilishga qo'rqardim. Uning erkaklik gururi singani menga ham, unga ham tinchlik bermasdi. Shu holatda yashash juda og'ir edi, lekin men chidadim. Toki o'sha kechaga qadar. Jamshid o'sha kuni ishdan juda kayfsiz qaytdi. Biz kechki ovqatni jimlikda yedik. Men nimadir deyishga harakat qilganimda u qo'li bilan jimlik ishorasini qildi. Men tushundim, bugun gaplashishning iloji yo'q. Kecha yotogimizga kirganimizda u chiroqni o'chirmadi. Deraza oldiga borib tashqariga tikilib qotdi. Uning butun vujudi tarang edi. Nihoyat uzoq sukunatdan so'ng u dedi. Men bir qarorga keldim. Men yuragimni hovuchlab uning davomini kutdim. Bizga farzand kerak. Men indamadim. Mening zurriyodim. Qonimdan bo'lgan bola. Bu uyda, bu hovlida mening avlodim davom etishi kerak. Men ko'zlarimni yumdim. Qasam ichgandek jim turdim. Shifokorlarning gapini takrorlama, dedi u keskin o'girilib. Menga farzand kerak. Har qanday yo'l bilan. Qanday yo'l bilan? Dedim past ovozda. U chuqur nafas oldi. Go'yo ichida juda og'ir narsani aytmoqchi bo'layotgandek. Bir odam bor, dedi u nihoyat. Taniganim. Ishonadiganim. O'sha odam yordam berishi mumkin. Men avval tushunmadim. So'ng tushunganimda yuragim muzlab tushdi. Sen meni boshqa erkak bilan. Men gapni davom ettira olmadim. Bu sen o'ylagancha jirkanch emas, dedi u, bu shunchaki kelishuv. Tadqiqot bo'yicha aniq yo'q. Hammasi nazorat ostida bo'ladi. U nazorat, kelishuv, jarayon, kelajak kabi so'zlarni ishlatib, go'yo hammasi odatiy, qonuniy, toza ishdek gapirardi. Lekin men ichimdan yiglab yuborardim. U menga tanlagan erkakning kimligini aytdi. O'zining eng yaqin do'sti, Aziz. Ularning do'stligi bolalikdan edi. Jamshid uning ustida ishonch borligini aytdi. Farzand uchun shuncha qilayotganini takror-takror aytdi. Men o'sha kechani olimim deb atayman. O'sha kechadan keyin men avvalgidek ayol bo'lolmadim. Oradan bir kun o'tdi. Jamshid meni tanishtirish uchun Azizni uyga chaqirdi. Men ko'zimni ko'targim kelmadi. Aziz ham men bilan ko'z uchrashtirmasdi.
U xijolat bo'lib gaplashardi, qo'llari qaltirardi, yuzida bir xorlik, bir majburlik. Jamshid esa xonani bo'ylab yurgancha go'yo bir loyihani tushuntirgandek shoshmasdan rejasini aytar, vaqti bilan, bu eng to'g'ri yo'l deb qaytarardi. Men butunlay titrab o'tirdim. Nafas olishga ham kuchim yo'q edi. Oradan 2 kun o'tib, hammasi boshlandi. Birinchi kecha dunyoning eng uzun, eng og'ir kechasi edi. Aziz xonaga kirganda uning ko'zlarida oqilayotgan uyat, alam va vorsizlikni ko'rib, ko'ksimga tosh bosilgandek bo'ldi. U menga yaqin hamlashmasdi, juda ehtiyot, juda sokin, juda hurmat bilan harakat qilardi. Uning qo'llari qaltirardi. Nafas olishidan ham qo'rqayotgandek edi. Ikkinchi kechaga kelib men o'zimning ruhim singanini sezdim. Uchinchi kechada esa hammasi o'zgardi. Men buni aytishga ham uyalyapman, ammo bu haqiqat. Men Azizning mehribon qo'llaridan, uning jim, lekin ehtiyotkor munosabatidan tasalli topa boshladim. Bu ehtiros emasdi. Bu yillar davomida unutgan bir tuyg'u edi, ayolligimni sezish. Hurmat qilingan, qadrlangan ayol bo'lish hissi. Jamshid menga buni hech qachon bermagan. Aziz esa majbur bo'lib turib ham menga bir ogiz yomon so'z aytmadi. Biror lahza mensimadi. U har kuni kelardi, lekin har doim avvalgidan ham hurmat bilan. U suv qo'yar, yelkamdan shiftdan tushib qolgan sochlarni ohista olardi, qo'limga qaltirab tegib ketardi. Hech narsa demasdi, lekin ko'zlarida men ko'p ko'rmagan bir tuyg'u bor edi, mehr. Biz bir muddatdan keyin tilsiz, so'zsiz bir-birimizni tushuna boshladik. U o'z do'sti tomonidan majbur qilingan erkak. Men o'z eri tomonidan ruhiy ezilgan ayol. Biz bir taqdirning 2 qurboni edik. Men kechalardan qo'rqmay qo'ydim. Aksincha, kutadigan bo'ldim. Bu ayb, bu gunoh, bu noto'g'ri, lekin bu mening haqiqatim edi. Kunduzlari Jamshidning sovuq nigohidan ko'nglim ezilardi. Kechalari esa o'zimni tirik ekanimni eslatadigan bir insonga duch kelardim. Bir kuni Aziz ketmadi. Faqat yonimda o'tirdi. Sochlarimni siladi. Ko'ksiga boshimni qo'ydim. U jim turdi, men esa uzoq yig'ladim. 5 yillik xorliklarim, yolg'izligim, Jamshidning sovuq muomalalari, o'zimni keraksiz va hech kimga arzimaydigan ayoldek his qilgan yillarim, hammasi ko'zimdan yosh bo'lib oqdi. O'sha kundan keyin oramizdagi devor butunlay yiqildi. Biz bir so'z ham aytmasdik, lekin ehtiyoj ham yo'q edi. Aziz menga erimdan ham yaqinroq insonga aylandi. Men asta-sekin tushuna boshladim, men uni yaxshi ko'rib qolyapman. Bu sevgi gunohkor, bu sevgi taqiqlangan, bu sevgi fojiali, lekin u mavjud. U meni tiriltirdi. U yillar davomida butkul muzlab qolgan qalbimga iliqlik olib kirdi. U meni ayollikdan umid uzgan holimdan qaytardi. Men o'zimdan nafratlanardim. Lekin shu mehrga ham chanqoq edim. Bu menga yorug'likdek kerak edi. Men bilmayman ertaga nima bo'ladi. Agar men homilador bo'lsam, bu sir butun hayotimni hal qiladi. Jamshid bolani o'ziki deb o'ylaydi. Aziz esa bu haqda hech qachon gapirmaydi. Men esa bir umr bu tuyg'u ostida yashayman. Ammo men endi qo'rqmayman. Chunki men yolg'iz emasman. Menda kunduzlari soxta tabassum bilan, kechalari esa gunohkor, ammo yuragimni tiriltirgan baxtim bor. Va men bu baxtdan voz kechishga yaqin ham emasman.